Endi o'sha Allohning 99 sifati bor. Biz bilayotgan 99 sifati. Endi biz bilmagan sifati ham bor ekanda. Lekin uni biz bilmaymiz ekan. U yashirilgan holatda turar ekan. Endi qaranglar, shu narsaga ahamiyat beraylik. Allohning 99 sifati bo'lsa, Al-Basit degan sifatini ismini eshitganmisiz? Eshitgansiz-a? Eshitganmisiz? O'sha Al-Basit sifati beruvchi sifat ekan. Allohning o'sha beruvchi sifati so'raganingizni berib qo'yar ekanda. Masalan, bir narsani o'ylanib o'tiradigan bo'lsangiz, o'sha o'ylanib o'tirayotganingizda namoyon bo'lar ekan. Al-Basit sifatiga bunda to'g'ri bo'lib qoladigan bo'lsangiz, so'raganingizda ola olasiz ekanda. Nimani so'rasangiz, o'shani ola olasiz. Al-Basit sifati shu narsaga qodir ekan. Masalan, Al-Basit sifati bilan buyuk bo'lgan, juda ulug' bo'lgan olimlar va payg'ambarlar bo'lgan. Al-Basit sifatiga iymon keltirib, Al-Basit sifatiga iymon keltirgan payg'ambarlarning biri Sulaymon alayhisalom. Sulaymon alayhisalom payg'ambar bo'lgandan keyin Allohdan so'radi-yu, Al-Basit sifati rol o'ynadi-da. U o'zi payg'ambar, o'zi podshoh edi. U payg'ambar bo'lib qoldi. Payg'ambar bo'lganda Allohdan so'radi: "Ey Alloh, men payg'ambarman, lekin mol dunyo ham yo'q meni", dedi. Mol dunyo ham yo'q deganda Alloh o'zini rahim sifati bilan bergani yo'q-da, Rahmon sifati bilan bergani yo'q-da. Al-Basit sifati bilan Sulaymon alayhisalomni boy qilib qo'ydi. Ya'ni butun dunyodagi mol dunyo Sulaymon alayhisalomniki bo'ldi. Ey Alloh, menga bu boylik emas. Men suvda yuruvchi, suzib yuruvchi va yerda va osmonda uchib yuruvchi qushlarni, jonivorlarni ularni gaplashishlik bir sifatini bergin menga deb Allohdan so'radi. O'sha berishlik Allohning Razzoq sifati bilan berilmayapti-da. Yoki bo'lsa, aytaylik, boshqa sifatlar bilan berilmayapti. O'sha Al-Basit sifati bilan berildi-da. Al-Basit sifati bilan Sulaymon alayhisalomga butun jonivorlarni birgalikda gaplashishlik xususiyatiga ega qilib qo'ydi Sulaymon alayhisalomni. Agar mana o'ylab qaraydigan bo'lsak, bu shu darajadagi insonga aylandiki, endi jonivorlar bilan gaplashadigan darajaga kelib qoldi. Insonga hech narsa yetishmaydi ekan. Shu kichkina bo'lsa yana bo'lsin deyaveras ekan. O'sha sifat Sulaymon alayhisalomda bo'lgan. Bu uchinchi bir ko'rinishda shunaqa bir o'y fikrga keldiki, men dedi, jinlarni boshqarsam qanday bo'lar ekan? Ey Alloh, menga jinlar xizmat qilsin. Men jinlar ustidan boshqaray. Men jinlar ustidan hokim bo'lay dedi. Har bir aytadigan gaplarimga quloq soladigan darajada bo'lsin jinlar dedi. Alloh taologa o'zini Al-Basit sifati bilan Sulaymon alayhisalomni shu darajada ulug' qilib qo'ydi. Bu jinlar ustidan boshqaradigan darajaga keldi. Tushunarlida? Endi o'shani hammasi Al-Basit degan sifat rol o'ynayapti. Al-Basit sifati shu darajadagi sifat ekanki, o'ylayotganingizda o'sha namoyon bo'lar ekan bu narsa. Al-Qobiz degan sifatni eshitganmisiz, Shuhrat? Al-Qobiz. Yo, Alloh rozi bo'lsin. O'sha nima degan so'z o'sha? O'zgartiruvchi. Yo'q, uzoqlashib ketdingiz. Siz nima dedingiz? Qalblarni keng qo'yuvchi.
Yo'q. Al-Qobiz. Al-Qobiz degan sifat bu. Qobiz degan ma'no bu siquvchi degan. Yurakni siqadi. Qalbni siqadi. Yuragi siqiladi-yu, oho, biznesmen ekanda. Ana endi menda ham bo'lsa, o'sha yurak siqilyapti. Ko'ra olmaslik emas bu. Yurak siqilyapti. Haligini ko'ra olmaslik emas. Yurak siqilyapti. Siz shu darajada bo'lib ketganingizga. Bu o'sha nima sababdan shunaqa bo'ladi? Kim rol o'ynaydi? Al-Basit sifati rol o'ynamaydi. Ar-Rahman sifati rol o'ynamaydi. Al-Qobiz sifati rol o'ynaydi ekan shu yerda. Insonning yuragi siqiladi. Palonchi mashina olibdi. Men qachon olaman ekan? Palonchi bunday formada yuribdi. Bola chaqasi bor. Xotin bola chaqa uy jayli bo'lgan. Menda hech narsa yo'q deb turib ko'ziga yosh oladi-yu. O'sha yosh olishlikda al-Qobiz sifati rol o'ynaydi ekan muhtaramlar. Al-Qobiz sifati. Endi payg'ambarlardan al-Qobiz sifatiga to'g'ri kelib qolgan payg'ambarlardan kimlarni bilasizlar? Endi eshitamiz. Al-Qobiz sifatiga bunday to'g'ri kelib qolgan payg'ambarlardan Ayub alayhisalom. Ayub alayhisalom kasal bo'lib, chirib, irib ketayotgan payg'ambar oxiri endi qaranglar, she'rdachi bizga dars bo'lib qoladigan joylari ham bor-da. Bu payg'ambarlarni bizga dars bo'ladigan joyi, masalan, Sulaymon alayhisalom bizga dars bo'ladigan. Alloh taolo ham o'sha payg'ambarlarni kitoblarga, Qur'on kitoblariga qo'ygani sababi bizga dars bo'lyapti-da ularning hayoti. Endi al-Qobiz sifatiga to'g'ri kelib qolgan payg'ambarlardan Ayub alayhisalom bu ota-onasi qo'lida bor odam bo'lgan. Hali biznesmen deb qo'ysak ham bo'laveradi. Hozir o'zimiz tilda aytgan, degan bo'lsak, ota-onasi o'tib ketgandan keyin 80 yiliga yeb ichib 80 yilga yetadigan mol dunyosi bor edi ekan o'sha insonda. O'zi sabrli inson bo'lganligi uchun Ayub alayhisalomni Alloh taolo ham shu darajada sinadi-da. Uni al-Qobiz sifati bilan sinadi. Al-Qobiz sifati bilan Ayub alayhisalom sanadiki, bu Ayub alayhisalom atrofidagi Ayub alayhisalomga ergashgan qavmi aytdi-da, sen Allohdan so'ramaysanmi? Shifo so'rachi desa, so'ray olmayman dedi. Nimaga? Ota-onamdan qolib ketgan mol dunyoni dedi. Shu darajada berib qo'yganligi uchun dedi. Men dedi shukrona qila olmadim dedi. Hozir dedi men so'rasam dedi, to'g'ri kelmaydi dedi. Men so'ray olmayman dedi. So'ramadi shu inson. Biz shu narsani aytib ketishimiz kerak. Bir kun uxlab qolgan vaqtida eng og'ir kunlari. Undan qurtlar tushib turib titga chiqib ketdi. Da ular pilla bo'lib insonlarga foydasi material chiqishni boshladi. O'sha Ayub alayhisalomdan qolib ketgan. Ayub alayhisalomni shunchalik sabr toqatga ega bo'lganligi uchun bizlar mana sizlar bilan bizlar pilladan bo'lgan narsalarni ko'proq ishlatamizda. Bizlarga bu payg'ambarlarning hayoti dars sifatida bo'ladi-da. Masalan 25 ta payg'ambar bormi? O'sha 25 ta payg'ambarni har bittasini boshidan o'tkazgan tarixiy bunday hayoti bizga dars bo'lib o'tadi-da. Bizga dars bo'ladi. Alloh razı bo'lsin sizlardan.